Yaxshimi, salomatmi? Zo'rmisiz? O'zlari yaxshimi, salomatmi? Tabriklaymiz o'g'lingiz bilan. Rahmat. O'tiring. Yaxshimisiz o'zi? Rahmat. Bormang. Salomat. Aha. O'g'lingiz Rossiyada. Abrorlingiz ham Toshkentda. O'zi kelolmadi, biroz meni jo'natardi. Oshna bo'lganimizda o'tamni tabriklab keldi-da. Rahmat. Shuning uchun ularning nomidan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Ularning aytdi, dadamizni juda yaxshi ko'ramiz biz dedi. Rahmat. Bizni sevgan taomimiz bizni shuncha yedi-ichida katta qildi. Hammasini o'qitdingiz. Shuning uchun sizni tabriklab bordi. Rahmat, rahmat. O'g'illaringizga nima deysiz? O'g'illarimizga rahmat deyman kattaga. Ishlarini omadini bersin, yaxshi ishlasin. Aytganingiz. Topganini yaxshi kunlarga buyursin. Qarang. Nima niyatganimiz niyatiga yetsin. Otajon, bu yil Alaykum. o'g'illaringiz dabdaba sovg'a qila olmadi. Xafa bo'lmaysiz. Biroz o'zini niyatini yetkazib yubordi bizlardan. Rahmat, rahmat. Xudo xohlasa kelgusida ajoyib sovg'a qilamiz dedi. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa sovg'a sizga yoqadi o'ylaysiz? Hay, o'zlari sog' bo'lsa bo'ldi biz. Birinchida sog'lik kerak-a? Ha, sog'lik birinchi o'rinda sog'lik kerak. Abror o'g'lingiz bilan Havruz o'g'lingizga ikki og'iz tilagini yetkazdim otajon. Qarzimiz o'zdek. Xudo xohlasa kelgusi yilda ullaringiz nasib bo'lsa Umra safarlarga yo'llanma, avtomobil mashinasi xudo xohlasa, yana ajoyib sovg'alar qilsin sizga. Shuni tilakdoshman otajon. Rahmat, rahmat. Bitta duo qilib qo'ying ullaringizga endi. Shuni duozni bersin. Biz ham endi qaytamiz. Ulayman. Nasib bo'lsa shu ularimizni omadini bersin, vaqtini bersin. Yaxshi ishlar ishlab yursin, kasbkorlarga baraka bersin. Yigitlarni yigit puli qo'llasin, topgan yaxshi kunlarga, to'ylarga bersin. Katta rahmat shunga. Ishlarga ham rahmat, ishlaring, kasblaring baraka bersin, yaxshi kunlarni ko'p bo'lsin. Sen ham kattaga yaxshi kunlar to'y xona. Allohu akbar.